50 ming so'mlik skidkamizdan boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Tushuningizlar, charchamayapsizlarmi? Skidkamizga nimalar kiradi? Avtodiagnostika xizmatiga taalluqli bo'lgan barcha xizmatlar 50 ming so'm, ya'ni korobka motorga programma, любой stage bo'ladimi, ekonom bo'ladimi, ekosportmi, расход pasport hammasiga 50 ming so'm. Injekt zaslonka tozalash ham 50 ming so'm bo'ladi. O'zini pultidan zavoddash Cobalt Spark Equinox'larga ham shunaqa narx. Zavodskiy tablosidan sudachlarni olib berish ham 50 ming so'm bo'ladi. Kichkinagina sharti bor. U ham bo'lsa, yo'l kelganda bitta kelishda kamida 3 ta xizmat qildirib ketishinglar kerak bo'ladi. Masalan, qo'yda 300 ming, 400 ming qilinayotgan injekt zaslonka programma xizmatlarini olib kelib 150 ming so'mga bitirib ketishinglar bo'ladi. Shunda 3 ta xizmatimiz sizlarga 50 ming so'mdan tushadi. Kelib qolganlar 4 ta, 5 ta, 6 ta xizmatlarni bitirib ketishinglar bo'ladi. Ko'pchilik aytishi mumkin, arzon narsa sifatsiz bo'ladi deb, yo'q, kelib unaqa emas. Bemalol ishlamayotgan kerak bo'lsa, kelinglar, bu yerda apparatlarimiz bor. Bemalol apparatlarimizni ko'rib, injektor zaslonkalarni apparatni chiroyli qilib tozalab, o'zini zavod holatida taqib beramiz. Programmaga ham garantiyasi bor. Masalan, sizlar qishda o'sha zapravkalar yopilgandan keyin ko'pchilik benzinga o'tib ketadi, gaz yurmaydi. Shunaqa payt kelsanglar, o'sha injektor zaslonkalar to'lib qolgan bo'ladi. Benzinni bo'g'ilib, ertalab zavod bo'lishi qiyin bo'lib qoladi. Shunaqa payt bizga kelsanglar, biz programma urib injektor zaslonkalarni tozalab, o'zingizlarning eski programmalarni olib qolamiz-da, gazlar ochilgandan keyin kelsanglar, o'sha programmani mutlaqo tekinga o'zingizlarga urib beramiz. Bu skidkamiz qish oxirigacha davom etadi. Ulgurib qolinglar. Batafsil ma'lumot olish pastki nomerni yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib o'zingizlarga kerak bo'lgan xizmatlarni hammasini bilib olsanglar bo'ladi. Telegramda yozib olsanglar, biz lokatsiyaga tashlab beramiz. Bizda hammasi halol bo'ladi. Instagramda arzonroq narx, bu yoqqa kelganda qimmatroq narx aytmaymiz. Bu skidkamiz faqat o'zimizning podpischilarimiz uchun bo'ladi. Ya'ni bizga obuna bo'lib kelib ko'rsatsangiz, bemalol xohlasanglar 3 ta, xohlasanglar 4 ta, 5, 6 ta farqi yo'q. Bemalol qildirib ketsanglar bo'ladi skidka narxida. Hammanglarni kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.